Usti bilan urishdim darvar ustida. Hamsiyamiz Ismat bilan urishdim, yana suv ustida. Yanami? Ha, yana. O'zgalardan urishadilar. Mana qara, ustini xotini bilan urishasanmi? Ismat xotini bilan urishasanmi? Yorib tashlayman. O'zi bilan urishaman kerak bo'lsa. Menga qara, o'zim san trinovka qilib tayyorlantiraman, ertaga jang uyushtiramiz. Yur xotin. Bo'lmasa hozir trinovka qildiraman seni. Ertaga jang tashkillashtiramiz. Davay, tur ketdik. Keqa xotin u yerga qani? Uydan olamiz. Trinovka qilamiz. Uydan. Ha, hardan. Keqani, kel o'rgataman o'zim. 1 2 1 to'g'ri ur qani, to'g'ri ur. Qanday? Kel, yana bitta. Trinovkada qiyin bo'lsa, ha, jangda oson bo'ladi. Yur xotin. Xotin zo'r, davay, ko'tar. Ha, ishla, o'qraydi. Davay, xotin iti yoramiz ular, yoramiz. Assalomu alaykum qishloqdoshlar. Bugungi Samon Press ligamizni ochiq deb e'lon qilamiz. Hamda davramiz to'riga ikki boyaslarimizni chaqiramiz. Qani? Kelinglar. Qo'rqmang, yanga, qo'rqmang. Bo'ldi, o'zingizlar bo'lsin. Endi jang boshlashdan oldin men sponsorlarimiz bilan tanishtirib o'tsam. O'zi bitta sponsorimiz bor, u ham chorak magazini. Yutgan odam 2 kilo kartoshka, 2 kilo piyoz, yana 5 litr yog'. Undan tashqari nokaut qilsa deyapti, 2 kilo go'sht ham qo'shib beraman dedilar. To'g'rimi? Nima deysizlar? Ma'qulmisizlar? Davaymi? Bo'lmasa jangni ochiq e'lon qilamiz. Qani? Boyaslarimiz hamma tayyormi? Siz tayyormi? Biz tayyor. Ha. Siz tayyormi? Ha, tayyormiz, ha xotin. Boyaslarimizni jang maydoniga chorlaymiz. Qani kelinglar, yanglar. Birinchi raund. Voy! Ha. Osmonda qushlar uchganda Voy, to'xtang. Sochidan tortish yo'q, to'xtang. Yanga birinchi raund tugat bo'ldi. Xotin yaxshimisan? Nima sochidan torting? Yig'lasin-da sochini. To'rkalar o'xshaydi. Emotsiyada bo'ladi. Normalmi xotin amma? Menga qara. Qo'rqmadan cho'kib ketyapman. Ha, suv ichasan. Oy, dadasi ko'zim ochib ketdi. Yo'q, no'tin bor-ku, o'zi. Press liga jangining kulminatsion nuqtasi. Ikkinchi raund. Fight! Davay, xotin. muhabbat yig'lama yoningda o'zim bo'laman yig'lama muhabbat yig'lama Birinchi o'rin sohibasi Ustini xotin. Xo'sh, Ismat aka, xotiningiz boshida zo'r urush o'tirgan sochidan tortib, nimaga mag'lub bo'ldi? Xotin nimaga mag'lub bo'lding? Aldadim men ustining xotini. Nima deyapsan? Stoykada urishaman degandi.